Assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining qadrli obunachilari, ijtimoiy tarmoq, YouTube, Instagram, Telegram orqali bizni ko'rib, kuzatib turgan aka-uka, opa-singillar, hamyurtlar, qadrdonlar. Bugun 2025-yil 12-dekabr. Hafta kuniga juma. Barchaga sayyidul ayyom muborak bo'lsin. Qadrdonlar, Chorva biznes kanalida doimiy chorvachilik va chorvachilikka oid ma'lumotlar, ayniqsa qora mollar, shved, simental, savayskiy, germanskiy, shved har xillardan ko'rsatib sizlarga qiziqtirib kelganmiz va oldi sotdi qilganmiz. Xudo xolasa bugungi nasldor qo'ylardan afg'on qo'chqori bir dona dehqon akamizda bor. Xudo xolasa to'liq ma'lumotlarni beramiz. Kimgadir biz bergan ma'lumotlari, narx-navolari qiziq bo'lsa, naslga ishlataman degan aka-ukalarimizga savdosini qilib, xudo xolasa sotamiz aka-ukalar. Qadrdonlar, videoni boshida eslatib o'tamiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar, bizni kamtarona mehnatimizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, doimiy qo'ygan videolarimiz birinchilardan bo'lib sizlarga yetib borib turadi. Biz bugun Andijon viloyati Oltinko'l tumani Oftobachay mahallasida Shuhrat akam xonadonidamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, bir donagina qo'chqorimiz bor ekan. Akamiz buni havasga boqqan, hobbi deydi-yu, qiziqish. Hammada ham bir qiziqish bo'ladi-yu, o'zini yaxshi ko'rib boqadigan, bir dona boqilgan ekan aka-ukalar. O'zi hamma yo'g'idan aytib turibdi, qo'y o'ta pokiza, o'ta tiniq, juda e'tibor bilan, mehr bilan boqilgan to'rt kurak ekan aka-ukalar. Kuragi to'rtta. Sog'ligi, yeb ichishiga bir hafta garantiyasini beraveramiz. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda hamma joyga dastavkaning imkoni bor aka-ukalar. Любой joyga kelishsa bo'ladi. Boshda aytib o'tganimizdek, asosan zotga, naslga ishlanadi bu qo'ylar. Qadrdonlar, bu zot yo'nalishida afg'on qo'chqorimiz o'zi birinchilardan bo'lib turadi naslga. Chunki sog'liqlar bilan ishlashga zo'r, nasl olishga yaxshi bo'ladi. Buni uzunligi qadrdonlar ancha-muncha qo'ylarni yutib ketadi. Arashan bor, Edilbay bor. Ko'p qo'chqorlarimiz, ko'p nasllar bo'lsa, afg'on qo'chqorni juda ko'pchilik o'zi qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari yaxshi bilishadi. Uzunlik tarafdan aka-ukalar kiloga ham, hamma tomoniga yutib ketadigan qo'chqorlarimiz bo'ladi. Qolaversa, bu orqalari ham, dumbalari ham o'ta dahshat kelgan. Hamma tomoni go'zal chiqqan aka-ukalar, benuqson, bekami ko'z chiqqan. Xo'p, qiziqqan insonlar uchun qadrdonlar, Shuhrat akami o'zidan yana ham to'liqroq qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olamiz. Yana biz bera olmay qolgan ma'lumotlari bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, Shuhrat akami o'zi sizlarga yana ham to'liqroq qilib tushuntirib beradi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Shuhrat aka, charchamayapsizmi? Ayyomlar bilan. Sog'ligingiz yaxshimi aka? Yaxshi, rahmat. Siz to'rt kurak dedingiz-a buni? To'rt kurak. Kuragi to'rtta. Afg'on. Sog'ligi, yeb ichishlariga garantiyasini beramiz. Hamma yo'g'i garantiya. Dehqonchilik shunchadan beri turgan. Makkaga bo'kmaydi, bo'kib o'tib bo'lgan bu. Bo'kib o'tib bo'lgan, a? Bo'kmaydi. Bir marta bo'kadi deydi o'zi, ha? 3 marta. 3 marta bo'kadim, 3 marta bo'kib oladi ekan. Hurmatli kuzatuvchilar, ma'lumot o'rnida bo'kib o'tib ketib bo'lgan. Yemlashga ham, naslga ham hamma narsaga tayyor ekan. Naslga ham yaxshi ishlaydi, xudo xolasa. Xo'p, Shuhrat aka, buni bo'ylarini bitta o'lchab berasizmi? Ko'pchilik endi bizni masofadan turib ko'radi-yu. Masofadan turib ko'rayotgan odamlarga buni bo'yi qiziq bo'ladi-da. Bo'ylari birdan bo'ldi, birga olsin-a? 1 metrga hisoblaylik, xudo xolasa sal oshiqroq ham chiqyapti birdan. Uzunichi? Uzunliklarini ham bitta primerni shu yerdan hisobini olib bitta bilib beraylik. 1.60 ekan. 1.60. Qadrdonlar, bu aslida metrlab yo o'lchab sotiladigan narsa emas. Doim aytaman, bu material emas yo boshqa narsa emas. Bu jonzot. Buni havasga boqiladi. Xuddi shunaqa zo'ridan bir dona boqaman, naslga yaxshi qo'chqor bo'lsa, sog'liqlarim bor, qo'shib beraman degan insonlar bo'lsa, olinglar, boqinglar. Men Shuhrat akam xonadoniga kelib ko'rdim, bu yerda sog'liq yo'q ekan. Bir dona o'zini boqqan ekan, yaxshi sog'liqlar uchratmadim dedi, topa olmadim dedi. Kimdadir yaxshi sog'liqlar bor, zo'r qo'chqor topa olmay yurgan aka-ukalarimiz. Uzunligini qaranglar, o'ta dahshat. Xudo xolasa, yaxshi zot olasizlar, bundan tushadigan kichkina qo'zichoqlari ham o'zi zo'r pul bo'ladi, xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar,
ma'lumot o'rnida sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Bo'ylarini ko'rsatdik. Quloqlarini ham uzunligini bitta ko'rsatib qo'yamiz. Qiziqqan ishqibozlar bu naslga foydalanadigan aka-ukalarimizga 22. 20 ya? 20 sm aka-ukalar quloq uzunliklari. Kallalariga hamma yo'ga alohida e'tibor beringlar. Xudo xolasa naslga juda ham ishlaydigan narsa. O'zi buni aslida bitta ko'rganda biladi buni ishqibozi. Bir ko'rgandanglar tushunadi. Xudo xolasa rezultat yaxshi bo'ladi. Yaxshi naslga yaxshi qo'chqordan qo'shish kerak aka-ukalar. Chorvada Xudo bergan baraka bor. Yaxshi boqsanglar kelajagi bor narsa. Kelajakda bundan tushadigan bolalar ham chempionlar chiqadi Xudo xolasa. Hurmatli kuzatuvchilar. Shuhrat aka, xo'p, mingta gapdan bitta pul yaxshi deydi. Nima deymiz buni pulini? Pulini aytib qo'yaverasiz. Nech pul deydi aka? Siz aytgan u 2000 dan gapirmang aka. 2000 desiz odamlar qochib ketadi. Bo'ladigan qilib yopishtirib ayting aka, maqsad sotish. 1,5 bo'lsa ketaveradi. Oxiri chiqadigan joy 1,5 ming dollar. 1,5. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, vodiy bo'ylab dastavkasi ichida bo'ladi. 1,5 ming dollar. O'zi aslida Shuhrat akam dehqon. Bu menga aytdiki, dastavkasini o'zi kelib ko'rib olib ketaveradi. Dastavka qilmayman deydi aka-ukalar, men aytib yordim, mana gap. Dastavkasi bizdan bo'ladi. Vodiy bo'ylab, vodiyning ichida bo'lsa, Xudo xolasa xonadoninglar yetkazib olib borib beramiz. Dastavkasi bizdan bo'ladi. Qolgan viloyatlarga bo'lsa ham aka-ukalar, kelishilgan holatda hamma joyga dastavkaning imkoni bor. Ukam bitta yurgizib keling-da shu tomonga endi. Yurgizib olib keling bitta. Joning sog' bo'l. Mana. Qadrdonlar, naslga qiziqqanlar, ekrandagi nomerlarga aloqa qilsanglar, Xudo xolasa zo'r zot beradi, zo'r bola beradi. Bolalarini ham $10 ming dollarlardan sotiladigan bolalar beradi Xudo xolasa. Joninglar sog' bo'lsin, ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, hurmatli kuzatuvchilar. Videoni imkon darajasida podelitsiya qilib, chorvaga, qo'yga, nasldor qo'ylarga qiziqadigan tanishlaringlarga, gruppalarga jo'natib qo'ysanglar, sizlardan xursand bo'lamiz aka-ukalar.